turib yashab o'rganib qolishgan. Xuddi shunday o'zim ham shu ahvolda edim. Oxir qadamimda o'zim kesdim. Ya'ni To'g'ri qo'ydingiz. Musofir nonni yegansiz, 1-2 bo'lishini bilmay qaytib kelib, mana O'zbekistonda o'zingizni biznesingizni, o'zingizni tirikchiligingizni, o'zingizni o'sha bloger jurnalistligingizni olib borib, halol bolalaringizni boqyapsiz. To'g'ri, hamma bunaqa qila olmaydi, lekin juda to'g'ri gapiryapsiz. Lekin prezident farmoyishida ham xuddi shunaqa deyilgan. 200-500 ming dollargacha qaytarib olib kelib, ularni kasb hunariga, tilga o'rgatib, Yevropaga, yuksak Chexoslovakiyaga, Germaniyaga, Koreyaga yuboring deb prezident farmoyishida aytilgan. Lekin bular haligacha Rossiyaga yuborishyapti. Baraka topib, 500 dollarga kvartirasini to'lasinmi, oyma patentinimi, временный propiskasigami, yeb ichish kerak, uyga hech narsa ular jo'nata olmaydi. Prezidentimiz ya'ni Toshkent viloyatiga kelganda shu topshiriq berdilar. 500 dollar, 600 dollar, 700, 800 ming dollargacha qaytarib olib kelib, ularni kasb hunariga, tilga, tartibli, qonuniy Koreyaga, Yevropaga, Chexoslovakiyaga yuboringlar dedilar. Lekin shuni mutasaddi viloyat tuman hokimlari u qulog'idan kirib, bu qulog'idan chiqib ketdi. Qaytarib olib kelish tuman viloyat hokimini shaxsan bo'yniga qo'yilgan, lekin buni bajarishmayapti. Nimagacha ularga muammo kerak emasdi. Qarang, Olim aka, hozir Bekbek degan akkauntdan yozilyapti. 4-razryadman, santexnik. Oylik necha pul deb yozyapti. Ya'ni bitta katta domda eng normalniy, professionalniy santexnik ekan. Aka, 1000 dollardan 2000 dollargacha pul topasiz. To'g'ri. O'zbekistonning o'zida ichida 1000 dollardan 2000 dollargacha o'ynab kulib, har kuni osh, shashlik yeb, hech kim hujjat so'ramaydi sizdan. Yotoq joyingizgacha berib qo'yishadi domlar. Yangi domlar, yangi zdaniyalar. Santexnik O'zbekistonga suv va havoday kerak. Elektrik, suv va havoday kerak. O'zbekiston Toshkentda. Aka, keling. Bir kun qiynalasiz, 10 kun qiynalasiz ish topishga. Lekin ish to'lib yotdi. Momentiga, joyiga boring, juda ko'p ish topasiz. Kola ichmaylar, ximik ichmaylar. Mana shunaqa Toshkent suv ichinglar. Buni reklama qilib qo'yaylik. Anaqa Nasim prezident farmoyishida selektorda men o'zim eshitganman. Hamma tuman viloyat hokimlari, migratsiya agentliklarining hudud rahbarlarini yig'ib, mana Toshkent viloyatida 22 ta tuman shahar bor. 22 ta tuman shaharini bolang qanchadan